O'chiring muzikani. Hurmatli ayblanuvchi, so'z sizda. Marhamat, gapiring. Qani, mana bolg'am qani? Nima olib kelmading? Mani o'rnimga advokatim gapiradi. Mana o'zim hal qilaman. Tartibli o'yinda bilan bilan bu bola o'sha voqea yaralashmayib, bir soat botdan bilan ishlatgan qo'yishni Antena chiqmayapti. O'rtoq sudya, bironta gapiga ishonmang. Hamma gapi yolg'on. Yo'q, ishonishmaydi, tushunmayapman. Bular o'g'irlik qilishdan oldindan plan qilgan. nimaga qarang, o'sha 12 yoshli o'rtoqlaring bilan bunga hikmikami? So'kinyapti. O'rtoq sudya so'kiyapti bu ana bu. O'rtoqliga so'kganim yo'qmi? Mana dalillarim. Atak hamma narsada adashgan bo'lsam ham advokatda adashmayman. Ana sudya, mana dalillarim, mana qo'limda. O'lib ketish mumkin. Yozig'i ham shunaqa-ku buni. Mana. Yo'q. Ya, men o'zim olib ketaman. Yo'q, qorim to'g'ri, rahmat. Bu tushunmadingmi? Sud hukm qiladi. Ayblanuvchi 12 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Oh, mana. Mana kerak. Oke, qamab tashlayapti-yu. Ya, bilmadim, men shuncha harakat qildim. Xalq tushunmagan ishlayapsanmi? Ey, qornim to'q deyapman-ku. Rahmat qilib beraman. I got you.